Wei Jingsheng bu meselede özünün milletinin menfaatini kovdu. 18 yıl turmada yetip yatkan bir oğul bala özünün oğan balçılığını kösetdi. Özünün oğan balçılığını kösetip men Kompartiya karşı sürme hükümü ayrılışın. Lakin sana men dem alınganını bilmeymen. Seni cazalayman. Sen benim gözümde Xitaydan beter çoğun teröristçi. Xitay sana irqi qirg'inchilik qilayotgani durust. Lekin senin bizga irqi qilayotganing durust emas. Qo'ymaymiz degan Xitoy ideyasini o'ttir xalqqa bayonot qildi. Bu Wei Jingshengning buniki bu yerda Wei Jingsheng bir o'g'an bola chiqdi. Bizning nechimiz Xitoylar tayjan deb qo'ydi. Birini nimada erkaklikni yo'qotayotgan erlarni podsho o'rta ishlaydigan. Shularni tayjan qilib qo'ydi. Ularni oldida bir erkaklikni yo'qotib, munda aytsangiz, buqini o'kkiz qilib qo'ydi. Bu buqi bo'pti deya, Uyg'ur erlarini hamini o'kkiz qilib qo'ydi deydi. Ama Wei Jingshengninki mana Wei Jingshengdan bu yerdan biz hamma Uyg'urlar Wei Jingshengdan o'rganishimiz kerak. Bir o'g'anbalchilik deganni. O'g'anbalchilik deganni. Bu yerda yomon so'zlab ketibsiz. Xitoydan o'rganishimiz kerak, mardlikni o'g'ab aldashlikni debsiz. Siz Xitoyning bolasimi? Biz Xitoydan o'rganmaymiz. Biz o'zimizning avlodi bo'lgan, o'zimizningki millati bo'lgan, biz Dolqin Aysodan o'rganamiz. 30 yillab mush yo'l mangan, jafo tortgan, ota-onalarini qurbonlik bergan. Sizga o'xshash chet elga pasportni olgandan keyin g'it vatanga berib Xitoyga borib yuzib shapaq terib kelib kelgan shapaqchilik qilmagan. Özümüzün milletinden boğan, özümüzün qarindoshlarını yaxshi ko'ramiz. Mushlarning yo'lida mangamiz. Siz kimning yo'lida mangasiz? Mush Amerikadagi mush shovinist, mush kommunist ismini demokrat deb qo'yib olgan kommunistdan battar Uyg'urlarni mush haqorat qilayotganlarni haqliq mushningda o'rganish kerak demsiz. Sizning aqlingizga sizning tazqallingizga qusidigan odam ekansiz siz. Qanday odamsiz? Uyg'urga nimani o'rgatmoqchi? Mana ma'lanim ko'rib qo'ying. Bu Amerikadagi siz maqtayotgan kommunistdan battar Xitoylar nima ish qilgan bo'lsa, nima yuzabro'ga erishgan bo'lsa, Sharq Turkistonlik Uyg'urlarmi shunchalik yuzabro'ga erishgan, shunchalik Amerikada qabul ko'rgan. Butun davlat raislari bejin tortib hozirgacha Uyg'urlarning yana turib kelyapti. Siz Xitoy kommunistlarining yana turyapsiz, tashkilotlarni tillayapsiz, mustaqillikning keyniga o'tib olib, Robiya Qodirning keyniga o'tib olib, o'zingiz o'g'avaldek chet elga chiqqaningizda vatan xalqi uchun qilib bergan hech bir ishingiz yo'q, hech bir xizmatingiz yo'q. Faqat Uyg'urlarning psixologik kallasini buzib, Xitoyga yordam beryapsiz.